أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatiha suresi Mekke'de nazil bolgan 7 ayet. Fatiha suresi Muddessir suresidan keyin Mekke'de nazil bolgan 7 ayetlik sure bolup, Qur'oni Karimning tartibi bo'yicha birinchi suresi bolganlikdan ochquchi, boshlig'uvchi, muqaddima degan ma'noda Al-Fatiha deb atalgan. Bu surening asosliq maqsadi mu'minlarni voyaga yetgan itoatmanlik bilan Alloh taologa yuzlantirishdan iboratdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat shafqatlik, to'liq mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning Robbi Allohga xosdir. U nihoyat shafqatlik, to'liq mehribondir. U qiyomat kunining egasidir. Ey Robbimiz, sana ibodat qilamiz va sendilla madad tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. G'azabingga uchragan va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagin. Amin. Baqara suresi Madinada nozil bo'lgan 286 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat shafqatlik, to'liq mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu surening 281-oyati Hajjatul Vado kunida Minoda, qolgan oyatlari Madinada nozil bo'lgan. Jami 286 oyat. Bu surening asosliq maqsadi islom ummatini haq dinni barpo qilishga va yer yuzini gullantirishga tayyorlash, insonlarning xarakterini, iymonning asoslarini va shariat ahkomlarining bir qismini bayon qilishdan iboratdir. Yuqorida biz bu surening 281-oyatini Hajjatul Vado kunida Minoda nozil bo'lgan dedik. Hajjatul Vado payg'ambar alayhissalom qilgan tunji va eng oxirgi hajni ko'rsatdi. Mino bo'lsa Makkaning sharq tarafiga joylashgan Masjidi Haramdan taxminan 6 kilometr yiroqlikdagi bir vodiyning nomi. Alif, Lam, Mim. Ba'zi surlarning beshida kelgan bu xildagi harflar Qur'onning sirlaridan bo'lib, Qur'onning mo'jiza ekanligiga va insonlarning Qur'onga o'xshaydigan biror kitobni maydonga keltirolmaydiganligiga ishorat qiladi. Bu ulug' kitobdir. Uningda qilchi shak yo'qdir. Taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishindigan, namozni mukammal ado qiladigan, berganlarimizdan Alloh yo'lida sarf qiladigan kishilardir. Ular sana nozil qilingan Qur'onga, sendan ilgari nozil qilingan kitoblarga ishinadigan va oxiratga shaksiz ishinadigan kishilardir. Ana shular Robbi tarafidan hidoyat ustididir. Ana shular nijotlikqa erishguchilardir. Ey payg'ambar, aniqki kufrida ching turib olganlarni ogohlantirmamsan, ular uchun baribir. Ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. Shunga iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Shunga ular haqiqatni ko'rmaydi. Ularga cho'ng azob bor. Ba'zi bir odamlar borki, ular amaliyotda ishonmasimi, Allohga va oxirat kuniga ishondiq deb qo'yishidi. Ular Allohni va iymon etganlarni aldamoqchi bo'ladi. Amaliyotda ular tuymasdan faqat o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida munofiqlik kesili bor. Alloh ularning bu kesilini ig'irlashtiribdi. Aytayotgan yolg'onlari sabablik ularga dardlik azob bor. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz faqat isloh qilg'uvchilarimiz deydi. Bilinglarki, ular buzg'unchilarning dal o'zidir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga sizlarmi kishilar iymon etgandek iymon aytinglar deyilsa, biz ahmoqlar iymon etgandek iymon aytamdiq deydi.
Bilinglarki, amaliyotda ularning o'zi ahmoqlardir. Lekin bular buni bilmaydi. Ular iymon etganlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishidi. O'zlarini ozdirgan odimiy shaytonlar bilan yolg'iz qolganda bo'lsa, biz cho'qim sizlar bilan billa. Biz faqat iymon etganlarni masxara qilyapmiz deydi. Allah ularga masxara qilganligining jazosini beradi va ularni o'zlarining ozg'unliq patqoqlarida tashlab qo'ydi. Ular bo'lsa tengirqigan holda yurishidi. Ana shular hidoyatni berib, ozg'unlikni setib olganlardir. Shunga ularning sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki qorong'u kechida mash'al yoqqan kishilarga o'xshaydi. Mash'al ularning atrofini yuritganda Allah ularning yo'riqligini o'chiribdi. Ularni qorong'uliklar ichida qoldirdi. Ular hech narsani ko'rolmaydi. Ular g'astur, haq so'zni anglamaydi. Qochidur, haq so'zni qilmaydi. Ko'rdur, to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular ozg'unligidan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik, guldirmamiliq va chaqmoqliq qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq suqib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kafirlarni qurshab turg'uchidir. Chaqmoq ularni ko'z nuridan ayirib qo'yg'ili tas qoladi. Chaqmoq ularga har qachon yo'ruq tushirganda, ular chaqmoq yo'ruqida mengib oladi. Chaqmoq o'chib qorong'ulik bosganda bo'lsa turib qoladi. Allah xolisi edi, albatta ularning anglash va ko'rish iqtidorini yo'q qilib etgan bo'ladi. Chunki Allah har narsaga qodirdir. Ey insonlar, oxiratning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgarikilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. U sizlarga zaminni selincha va osmonni to'ris qilib bergan. Osmondan yomg'ir yog'dirib, u orqali sizlarga turli mevalardan rizq chiqarib bergan zotdir. U sizlarga zaminni selincha va osmonni to'ris qilib bergan. Osmondan yomg'ir yog'dirib, u orqali sizlarga turli mevalardan rizq chiqarib bergan zotdir. Shunga sizlar bilib turib Allohga shirik keltirmanglar. Agar sizlar biz bandimiz Muhammadga nozil qilgan Qur'onga shak keltirsanglar va Qur'on inson so'zidir degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamchinglarning hammasini chaqirib, Qur'ondagiga o'xshash biror surani keltirib beqinglar. Agar bunda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan, yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan do'zaxdan saqlaninglar. Ey payg'ambar, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular har qitim jannatning mevalaridan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burunmi rizqlantirilgan idoq deydi. Ularga ko'rinishda dunyoning mevalariga o'xshaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok hurlar bor. Ular jannatlarda mangu turadi. Shaksizki Allah haqiqatni bayon qilish uchun pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Iymon etganlar uni Rabbi tarafidan kelgan haqiqat deb biladi. Kufrida chingtirib olganlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qilgandi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni ozdirdi va nurg'un kishilarni hidoyat qiladi. Bu misol bilan faqat fosiqlarni ozdirdi. U fosiqlar Allohga mustahkam va'da bergandan keyin va'dasini buzadigan, Allah davomlashtirishga buyurgan narsani, ya'ni Allah bilan o'zi o'ttirsidagi munosabatni, tuqqanchilik va diniy qarindoshlik rishtasini uzib qo'yadigan va yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kishilardir. Ana shular ziyon tortquchilardir. Ey kafirlar, Allohni qandoqmi inkor qilasizlar? Jonsiz edinglar,
u sizlarga hayot berdi. Keyin jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin uning dargohiga qaytirilasizlar. Allah zimindagi hamma narsani sizlar uchun yaratgan. Ondan osmonga yuzlanib, uni nuqsonsiz 7 osmon qilib tamomlagan zotdir. U har narsani bilguchidir. O'z vaqtida Rabbing farishtalarga "Men yer yuzida o'rin bosar yarataman" degan edi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan insonni o'rin bosar qilamsan. Halbuki biz seni pok deb madiyalaymiz va ulug'laymiz dedi. Allah "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi.